Mashq daftarining 37-beti, bunda amaliy topshiriq bor. Perimetr tushunchasidan foydalanib joylashuvini aniqlang va ikkita nuqta orasidagi masofani topamiz. Quyidagi chizmada tomonlari 30 metr va 12 metr bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi maydon tasvirlangan. Demak, mana bu yerda to'g'ri to'rtburchak bor. Buning tomonlari, demak, bo'yi deymiz 12 metrni tashkil etadi, eni esa 30 metrni tashkil etadi. Endi Akmal A nuqtadan, A nuqtamiz mana bu nuqta. A nuqtadan, demak, pastga qarab harakatlandi. Sardor esa B nuqtadan. Mana bu yerda B nuqtadan, demak, o'ng tomonga qarab maydonning perimetri bo'ylab ko'rsatilgan yo'nalishda bo'yicha yugurdi. Endi e'tibor beramiz. Sardor mana bu yerda joylashgan. Akmal mana bu yerda. Sardor shu yerdan o'ngga qarab, Akmal esa mana shu nuqtadan pastga qarab harakatlanib boradi. Ya'ni Sardorning yurish trayektoriyasi agar mana shu yerdan boshlansa, demak, mana bu yo'nalishda u yugurishni boshlaydi. Xuddi shu yo'nalishda davom etadi. Akmal esa A nuqtadan boshlaydi va uning harakatlanishi quyidagicha amalga oshiradi. Xuddi shu yo'nalishda, demak, harakatlanadi. Endi bizda savol bor. Akmal 101.6 metr yurdi. Shu yo'nalishda mana 101.6 metr yurdi. Sardor esa 115.4 metr yugurdi. Bu mana bu yerda aks ettirilgan. Endi bizda ikkita savol bor. A va B Sardor va Akmalning qayerda to'xtaganini to'g'ri to'rtburchakda belgilaymiz va Sardor va Akmal to'xtagan joylar orasidagi maydon perimetri bo'ylab qisqa masofani topamiz. Demak, keling biz Sardordan boshlaymiz. Demak, bizda to'g'ri to'rtburchak bor edi, eslatib o'tamiz. Buning bo'yi 12, eni esa 30 metrni tashkil etadi. Keling buni perimetrini topamiz. Ya'ni mana bu to'g'ri to'rtburchakning tomonlari yig'indisini topishga harakat qilamiz. Buning uchun perimetr bu bo'yi plus eni qavsni yopamiz, ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Va bizda bo'yi bor, bu 12 ga teng, eni ham bor, 30 ga teng, ularni qo'yib hisoblab olamiz. Ya'ni 12 plus 30 ko'paytirilgan 2. Bu 42 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Ya'ni 84 metrga teng ekan. Demak, bizda ushbu to'g'ri to'rtburchakning perimetri kelib chiqdi. Bu 84 metr. Ya'ni bu nima degani? Agar Sardor mana shu to'g'ri to'rtburchak bo'yicha bir marta aylanib kelsa, mana shunday qilib yana o'zini nuqtasiga kelsa, bu 84 metr yuradi yoki yuguradi degan. Agar Akmal mana bu nuqtadan, ya'ni A nuqtadan yugurishni boshlab, ushbu to'g'ri to'rtburchakni bir marta aylanib chiqsa, u 84 metr yugurgan bo'ladi. Endi ularning yugurgan masofalarini ko'ramiz. Sardorda, demak, 115.4 metr yugurgan. Demak, Sardorni birinchi ko'ramiz. Sardor yugurgan masofasi 115.4. Bundan biz 84 ni ayirib tashlaymiz. Sababi demak, mana bu to'g'ri to'rtburchakni bir aylanib kelganidan keyin u yana qancha yugurganligini hisoblash uchun 115.4 dan 84 ni ayiramiz. Javobni birdan yozamiz. 4, demak, vergulni qo'yamiz 1, uch, ya'ni 31.4 metrni, demak, yugurgan hisoblanadi. Bu nima degani? Endi mana bu 31.4 ni men sizga tushuntiraman. Sardor B dan boshladi. Bir marta aylanib keldi. 84 metrni bosib o'tdi. Endi bu manzilni yana qaytadan boshlaydi. Ya'ni 31.4 metr unda yana qo'shimcha yugurishga masofa bor. O'zi mana bu tomonning o'zi 30 bo'ladigan bo'lsa, u 31.4 yurgan bo'lsa, demak, mana bu masofani bosib o'tadi va yana ozgina mana bu yerga yuqoriga chiqadi. Deyarli mana bu nuqtaga kelib qolishi mumkin. Mana bu yerga, demak, keladi deb taxminan mana shu yerni yozamiz. Demak, bu Sardorning kelib to'xtagan nuqtasi. Buni B va tepasida yulduzcha qo'yamiz. Va mana buning masofasi
31,4 minus 1 bo'ladi. Ya'ni 30 bo'ladi. 31,4 ayrilgan 30 bo'ladi. Ya'ni 1,4 metrga teng. Bir butun o'ndan 4 metr ekan. Buning farqi. Buni hozircha topib qo'yamiz, lekin asosiy nuqtamiz mana bu yer hisoblanadi. Endi biz Akmalning yurgan, ya'ni yugurgan masofasini ko'ramiz. Bu 101,6 metr. Akmal 101,6 edi. Va bundan ham 84 ni, ya'ni perimetrni ayirib tashlaymiz. Shunda javobimiz 6. Demak, 1 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, 1 berib 11 dan 4 ni ayiramiz, 7 bo'ladi va 9 qolgan 1. Demak, 17,6 metr ortiqcha qolar ekan. Ya'ni bu nima degani? 17,6. Biz mana bu yerda Akmal boshladi dedik. Bu bir marta ushbu to'g'ri burchakni bir marta aylanib chiqqanda 84 metr bosib o'tdim. 84 metrdan keyin bunda yana 17,6 qoldi. Agar mana bu tomonning uzunligi 12 metr bo'ladigan bo'lsa, demak 17,6 yurish uchun bu 12 yuradi va qo'shimcha yana 5,6 yurib qo'yishi kerak. Deyarli mana bu yerga kelib to'xtaydi. Taxminan mana shu nuqtaga kelib to'xtaydi. Bu A yulduzcha belgilaymiz. Kattaroq qilamiz. A yulduzcha. Akmalning kelib to'xtagan nuqtasi. Bu yer esa 17,6 ayrilgan 12 bo'ladi. Chunki bu tomonning uzunligi 12 ga teng edi. Ya'ni 17,6 ayrilgan 12. Bu 5,6 metrga teng. Hozircha bu ikkitasini yozib belgilab olamiz. 5,6 metr. Endi bu yerdagi A topshirig'ida Sardor va Akmalning qayerga to'xtaganini to'g'ri burchakda belgilash kerak edi. Biz belgilab oldik. B, ya'ni Sardor mana bu yerga to'xtadi. A, Akmal esa mana bu yerga to'xtadi. Va ikkalasini ham belgilab oldik va B savoliga o'tamiz. Sardor va Akmal to'xtagan joylar orasidagi maydon perimetri bo'ylab qisqa masofani toping. Ya'ni biz aytdik, A nuqta bu uchidan 5,6 metr, B nuqta esa bu uchidan 1,4 metr uzoqlikda joylashgan. Ikkalasining yig'indisi ular orasidagi masofa hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda biz A ni agar topib olgan bo'lsak, endi B ga o'tamiz. Ular orasidagi masofa bu teng bo'ladi. Chiqqan natijalarimiz ya'ni 1,4 plus 5,6. 1,4 plus 5,6. Va bularning yig'indisi demak 10, bir dilda virgulni qo'yamiz. 1 ga 5 ni qo'shsak 6, bir dilda bilan 7. Ya'ni 7,0 o'zi bu. Buni 7 metr deb yozib olamiz. Javobni belgiladik. Demak, ular orasidagi mana bu yerdagi masofa 5,6 plus 1,4, bular 7 metrni tashkil etadi. Ya'ni mana bu ularning orasidagi masofa 7 metr. Javobni belgiladik.